20 kilovatlik inventorimizni o'rnatdik. Panellari 720 lik Jenko panel qo'ydik. 20 kilovatlik Dia inventor qo'ydik. Yangi uchoch qo'ydirdi 3 faza. 3 faza uchoch qo'ydirdi. O'zi faol kelyapti, mana error bo'lgan. O'ziplari qo'yilgan, 2 gruppa qilib berdik. Yangi avtomat uladi. Ana uchoch qo'ydi, yangi avtomat, uchoch bilan avtomat qo'ydi. Chatga bo'ldi bu. Ulangan vaqti bu. Fire off. Throttle. Avtomat o'chirilgan turibdi hozir. Elektrosetga ulagandan keyin qo'shib yuboramiz. Katta sex bu. Akva. Keyin blok sex. Oyna. Sheben, qom. Hamma narsa bor. Panellarni mana qilib o'rnatdi. 5 tadan 4-5 qator, keyin bittasi 3 ta. 28 ta panel. 720 lik 28 dona Jenko panel o'rnatdik. Hamma uslugalarimiz. Kimga agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon nomer qo'yaman, murojaat qilishlaringiz mumkin.